Ma bez qiram sheshamcha dangafkam. Men ay yozda to'y qilsam, ular nima qishki kiyim kiyib keldi to'yimga? Voy kim sendan xotin talashdi? A vaqtchi ketga. Mushu nomerni o'ynayotganli qanchalik bo'ldi? İşten yırtık xotini yok. Qada bizni ajrashtirib bir planlaya bordi. Ben shunchalik sevindim. 5 xil obraz, Roshan. Bizden şu armez pul tüpet. Bu nima degan yeyu bir nimalar bu? Bo'libmi komediyat degan bek muhim. Yotkan mı jitok? Ma işten mi jitok? Küldür küldür elini küldüre. Programım 观众朋友们，大家好，欢迎收看《快乐百分百》节目，我是主持人热米拉。Küldür küldür sahnesi, xuşallık sahnesi, küldür küldür sahnesi, şadlık sahnesi, küldür küldür sahnesi, barcha kül xurishlarni o'ziga mujassamlagan eng chong komediya sahnesi. Salam küldürishni baxt deb bilgan muhtaram ustozlar. Salam naq maydondagi korxonchilar. Salam ekran oldidagi kulkiga tashna baxt egalari. Salam programmamizga yiroq yaqindan kelgan cho'lponlar, mahirlar, riyosatchi Ramiladan hammalarga sig'inishli salom, Didor G'animat. Baxtiyor zamonimizning namoyandasi bo'lgan bugünkidek xushal kunlarimizda Baş Shoji Xi Jinpingning 3-qitimliq Markaz Xinjiang xizmati suhbat yig'inida qilgan Xinjiangni madaniyat bilan oziqlantirish chaqirig'iga aktiv ovoz qo'shish, Abdunum rayonimizning madaniyatni rivojlantirish va uni ilgari surish tashabbusiga aktiv moslashish, markazning Xinjiang xalqiga bo'lgan g'amxo'rligiga rahmat aytish yuzidan har millat xalqiga kulki beg'ishlash maqsadida Küldür Küldür programmasini huzuringizga sundik. Bizning sahnamizda kulki bor, xushallik bor. Küldür küldür elini küldüre. Naq maydonda bizning alayda tomoshabinlarimiz sifatida qatnashgan korxonchilarimiz bor. Korxonchilarimizni bir tanishtirasam. Hotel Lazzat Yemeklik Çeklik Məsuliyyət şirketidən lider yardımcısı İlyas Ali. Xoş geldiniz. Ürümçi Aralbağ Yemek İçmek Çeklik şirketi Nimet İçimliki'nin lideri Ablekim Ömer. Xoş geldiniz. Kumu Nahiye İnaq Aile Yezikilik Terakkiyat Məsuliyyət Çeklik şirketi setiş bölümünün məsulü Nurgül Turdi. Qarşı alınız. İtibar Tor Sodi şəhərcisinin qurğucusu Əsqarcan. Qarşı alınız. Xinjiang Çindil Biopentexniki Teraqqiyat Çeklik şirketining lideri Yasincan Sulayman. Xoş geldiniz. Xinjiang Amin Altun Zibizina Sodi Çeklik şirketining lideri Abduqoyum Avud. Qarşı alınız. Xinjiang Karvan Məbləğçilik Çeklik şirketi Molligirin Abdullarining dövlətimizdagi baş vakolatchisi Lutfulla Azad. Qarşı alınız. Xinjiang Ranala Xalqaro Sodi Çeklik şirketi Efrana Girimchiligining mas'uli Turanqiz Mahmud. Qarshi olamiz. Ürümchi Sanam Turmush Girim buyumlari Çeklik şirketining lideri Roshangul Emin. Qarshi olamiz. Xinjiang Nazifa Xalqaro Sodi Çeklik şirketi setish bölümünün rayon direktori Ranagul Ershad. Qarshi olamiz. Xinjiang Mehmon Tor Sodi Çeklik şirketining lideri Saydi Muhammad Mehmon. Qarshi olamiz. Xinjiang Köznek Uçur Pentexnik Çeklik şirketining lideri Varis Qurban. Xoş geldiniz. Barcha korxonchi do'stlarimizga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Küldür küldür elini küldüre. Qizg'in alqishlarimiz bilan biz teatr klubidagi yosh aktyorlarimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Hands up. Get up. Hands up. Get up. Hands up, everybody, hands up. Hey, hands up, everybody, hands up. Get up. Hands up, everybody, hands up. Hey, hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up. Aşağı aşağı. ma'qul. Acaba adım. Mayaqda turing. Ma'qul. Mada. Ma bayatdan ayak tushgan rasm ne? Talg'ach. Mana. Ma'qul, ma'qul. Mana men evalay. Ma'qul. İşte başsangiz bo'ldi. Bo'ldi. Usta? Oh.
Ma akam bilan achamning rasmi tatib bo'ldim. Ha mana jonliq. O'ta. Manda qaranglar. Bizning ma shogirdning yomon qili chapqan. Yomon chiroyli tatudi, lekin sal jiqkab qo'ydi. Zeriktirib qo'ygan ish yo'q-da. Oy yoq ustam zeriktirib qo'ymadi. Bu balcha jiq gap qilgani bilan shunda qiziq gap qildi ekan. Aba yoqishmish rasm tushkicha sal nerva mo'rlab qolganki, mushbal qiziq gaplarni qilib kuldirib meni uchaylarimni uzib qo'yay dedi. Va qiziq gapib kulib ketdingiz Sizga yarg'an bo'ldi. Yaxshi tatqanlan bo'lsang bo'ldi, xeridan raz qilish kerak. Qani kelgach. Voy. Koni xirida. Xush kelibsiz ukam. Qanday salomat obdan tudingizmi? Nima ekan? Ojirish hidi deydi, bu ojirishnimi tatandi o? Apla canım ukam, biz manda to'y to'kun, yig'ilish, o'ltirish, qo'posh, taqilish degandek ish qilibmish. Apparatning ekrani ichiga patadigan pulni yaxshilam deyishsak, qanday tatitimiz. Qanday ukam? Nima ekan? Ojirish. Kim ajrashibdi? Men ajrashdim men. Muborak bo'lsin. Hey! Ikkingi pulli olsun bulamda. He? Hey! Men ajrashib nima istamat ishlayman? He? Ya avaylab gap qiling, ukam bu tushunmadik-ku, bu kira-kirma nima bo'ldi? Shunda ham aka buning ustida men junjino tamg'isi ekan, ya bizning tamg'imiz yo'q-ku. Hey, canım ukam. Ma dünya nim bilen güzel. Pul. Voy. Azma. Esan da men götürsün. Ma dünya çufkam. Mihri muhabbet bilen güzel. Şunda mı dep turaylı? Şunda dep turaylı. Hey. Doğru. Ma işkingi toy tatsam nemi tatıştın? Toy tatto. Yirmiken ma işkin urup tıp tıskı dükünün tıp tıskı. Ma işkin ajrashib ish qilmadim. Ya Qada bizni ajrashtirib bir planlaya bordi. Hey. Ma dünya nim bilen güzel. Bir muhabbet bilan. Ha, can qayda. Hey to'qpoq go'yla. Ma to'yimga nim kirishtirishding? Hay, oy bularga kirishtirishnimi obdan qilolmaydi deb qo'ying. Bu yerda cho'qim bir cho'ng bir masala bor. Shu. Qarang, siz menda xopib ketmay, bu da qo'g'lab ketmay, oldirmay, hayajonlanmay, asta desiniz mashlarni, men yerda bizning bo'lganki tang hal qilmamdi. hal qilaylik. En tulumsiz. O'tiring. Sizmi o'tiring? Uy qarang adaysiz. Ha. Oymuş toy deyimni malağı bədim, tatınla dəb qarang. Oy tatdi qarang, pulunu bədim adaysiz. Lekin nimi tatdi bilmeyme qarang. Muş ayalım bilen kunde cidaldan muş bir ayının yaqı. Oy, Ahir ajrashib ketdik. Men qayg'urmay kim qayg'ursun? ko'nglingizni yerim qilmang. Men yig'lamay kim yig'ilsin adaysiz. Oy, ko'nglingizni yerim qilmang. Men do'kon qog'oz Ya ma dangi qog'oz ekan. Hey! Ma'mina xotinimki. Voy kim senden xotin talash? Maga. Avaqchi ketga. Ey to'qpoqla. Ma to'yimni to'liq tatqanmi ya? Voy. Gaqla. Voy shu to'liq tatdiq ya. To'y kuni atdiga restoran var dem, shu kun kechki to'yni tatib, undan keyin taxay o'yingiz kelib, yo'g'on dasqib, so'yilib, suning ichida tangisilib, tangining ichiga beshon silib. Voy gapni gach o'zi adash. Nim bo'libdi canım ukam, to'yingiz bir odamni chiqib qolgan ishvan. Deymanda. Voy puchiq chiqib qolgan bo's mayldi. Voy o mening to'yimni nimancholar to'lmaydigan jiqqadam o. Voy aka, tunji to'yingiz o'xshaydi, ishlar jiddiylashiib qolibsiz. Ham to'y degani menda, masalan, akam bilan achamni epaysak, akamning jimi urug' tuqqan do'stlarning hammani men achamning tonishi natayin. Men achamning jimi urug' tuqqan do'stlarning hammani akamning tonishi natayin. Unda qo'sh qochqardim, men men to'ylabdi deb kiribman, tamoq yeb chiqdi shu. Ha, bu diye to'yni yarışı qira bu. Ahmedi da bu. Ha. Ma'qul. Bu mening savallikimga. Ma'qul. Hey, unda bo'lsa, to'ydagi qarsam, to'yimga kelgan odam 500 ga. Daftar yozg'izg'ini 200 ga. Shu odam daftar yozg'inapti. Ular ne ketdi?
Bu bayatım bir nemi cidal desem muş cidal ma canım fikam. Ma bez qaran şeşança dana fikam. Tuyunuzu kim gelse şunu tatlı sizin kulunuzga berimiz. O haq pul qo'yamdı, qo'ymamdı bizning misqalchilik alaqasi yo'q. Uning siz mandaligi chash pakiz quloq kir deb berib jumay. Haqning tuyuq bir yaqma ancha muncha. Unda haqning tuyuq bag'allarda canım fikam. Ya da kanun tuyu pul tuyu. Şu haqmi sizniki qo'ysin. Shu adamdan pul olim deb qolsa, uning mamali bor. Masalan. Aş adamning chiroyi shoshang chiqdi emasmi? Ha. Uy gizlab deb basim bo'ldi. To'g'ri. Ma'qul. Ma xalqning to'yga pul qo'ymagan xatolik mendiki. Bo'pti, bu xatolik mendiki. Hey. Unda bo'lsa, mening to'yimni chiman bog' restoranda to'y qilsam, nima ishqa shoshang chimentog'ning virusi chiqib qoldi. Voy. Hadi bo'g'azda shunday chiqilmagina hocam. Qiziq o'tdi. Şabab ayol kishidek maqamay tuturing fikam, men masalani hal qilmayotganim. Menda qarang fikam. Men endi sizning to'yingiz aşı restoranda bizavatga ishlar to'g'ri qolgan bo'lsa, tog'ning chekitini baqqa qo'yib bo'g'ich arliqda to'yingiz bo'lib ketib qolgan bo'lsa, shunda almishib qolgan bir ishlar o'xshaydi. Talay. Ha, talay. Voy ya. Ha, ya. Shu kuni men akamning og'illari bilan shu restoranga opadi. Men shu restorandagi to'yni tatdim. O chikita ustiga chiqib qolamda yo asig chiqib qolamda uning bilan gira munosabatim yo'q. Restoranning jangshosi mening to'yimga to'g'ri kelib qopti. Omitingiz Ha, bo'pti. Og'illarga xato olib qo'ygan bo'pti. Ma'qul. Hey, mening to'yimda restoranning sahnasida mando tomoqlarni kiyib, miyakacha pima o'taklarni kiyib, nork palto, juglarni kiyib. Sulayni atqali kimlar bu? Mimar. Ha, meymonlar. Voy, rahmat. Arzimaydi. Hey! Men yozda to'y qilsam, ular nima qish kiyim kiyib keldi to'yimga? Manda gap endi navadi sizning shu ziroqliqqa tog'liq rayonlarda urutqanda do'st birodarlaringiz bo'lib qolgan bo'lsa jinim fikam. To'y to'ykangamdan o'zining yarishimliq chiroyli kiyimlardan shu pima, o'tok, tomoq degandeklarni kiyib kelgan chig'i bor. Uning ustiga siz to'yning bag'iga yezib qo'ymabsiz, endi to'yga kim nim bilan keldi biz uqmaymizdan ha. Bijinilik ekan, shuning bilan tomoqlik ekan, shuning taqib sizga beramiz emasmi uni? Hey! Ma to'yni sen tutqansa? Sen tutqansa? Jinim Nima yo'q? Ya men tatgan. Ya. Ya canım fikam, akbak fikam ma tenterbiye Mutlu meydan. olaman. Şimdi olaman. Ma balınında. Ma to'xpoq go'yla. Meni to'y deyimga. Tunmaydi hamma deyni kirishtirib qo'yibdi emasmi? Uy, men faqat chidab o'tirib bo'lolmadim-chi. Men atga qismat o'tirib boshlarim og'rib ketdi. Qaranglar. Ha, yoqqasing shoshangchimi? Voy, nima degan yeyu bir nimalar bu? Voy. Endi ko'rinishlarga almishib qolgan ishlar bo'lib turibdi. Bir ko'pga tursa? Ha, shu. Şu. Voy ya unda ma akam. Ben nimi ya gaç ama gapni gaç üze aday bak keşlep. İlaçlab akam. Ha. O aka o to'y qiz shu ayolingiz shuda shu. Ye? Ma go'yni? Hey! Ayolimni molashtirib beradigan Ya. Ye, nda jurkimni siqdi. To'xtag'ina. To'ydagi chiqqan u ayolim. Ayolimning qishida o'ltirgan kim u? Qo'ldash. Rahmat. Arzimaydi. Men 30 yilda bir qator to'y qilib o'zimni qo'l dishini bilmaydim. Ya mamanda gap fikam amma to'y to'ykin. Qanday gap? Vay fikam Men nimda? masalan nima qilamsa Vay qilamsa. el qavatime to'xtab turing jinim fikam ma to'yingizda menda siz bir qadak su qashdog'imda bir joz aylanib ketib qolgan bo'lsangiz, ayolingizdan bunda do'stining yo'ldishi kelib rasm uchayotgan chiqib qolgan bo'lsa, men uqmay kirishtirib qoldim. O'ngshab berlar bo'ldi. Amdeliqa cherrin deydigan. Vay ma shapalaq qilib bir qo'yim bakag'ama ishning jamoat. Men masalan nima qilshamsa qilishmamsa. Hal qilla. Men masalan nima qilmaydigan bo'lsa, ishdan bir etak qilmay qo'ylar. Vay mayak o'tadi, kimni tatmayadi? Masligim ya hal qilib pasaklan bo'ladi. Qilmamsin da'vosa. Ya fikam vaqamay turing, men xerida bor, nimda qilasiz deyman. Va aka 3000 koy pulni berib bilan yo'lga chiqdilar bu akam. 3000 koyni qaytirib berlar fikam bo'ldi. Shu 3000 koy bilan tugaydi. Ha, men bu akam joningizdan biraman. Qanday fikam endi bu 3000 koy bilan tugimiz, men ikkimizdan bisimiz tigamdiq sizgamda. Uy. Tuzuk gap qil. Ya unda Bekkanman masalan nima qilmaydigan bo'lsa, ishkani olmanisan, nahnisni ko'zang g'ilpil ko'z qo'yma, vatila.
Va, ukam, voy, ma gapingiz eshib ketmasin dema, men qalaymikan gapimman. Nimda bu? Va bu masalaningizni hal qilib berlar bo'ldi. 7000 koy pul qolgan-ku ma boladan. Shu 7000 koyni bersin. Men Susayni oldiga shu qo'yib qo'yib. Man keyni mani. Va gapni o'zi adash. Kirishtirib lan bersin. Hey. Ajrashib ketganda nima qilmay o sesiqdingni? Ha? O sesiqding uchun chekkangi tong. Menga dey to'lab bermadik, xotim to'lab bersa? Canım ukam, ma sizga taq baya dedik. Ma bizning ma shirkatda qarang, anglab turing. Menda mulozima shaklari yo'q. Masalan, ya xotin to'lab berish, xotin qayt ep berish, o'ylab qo'yish, unda biroz tigib qo'yish deganda mulozima faqat yo'q. Hal qilib berlar. Qila. Ha, ma akala. Hal qila. Ya ma hal qilla da'vatim afkan vaqamay turing, ma nimda kasalni tutqizib adamni. Ya men xaridaning oldida bizning shuarimiz vasitlam degina bo'ldi. Bizdan shuarimiz pul tepish. Va birlik qo'ysam ma'lum. Bizning shuarimiz buni xaridan razı qilish, asosida pul tepish. Roz qilmam shunda bo'lsa. Ya ma razı qillaymi deylar, ma razı qilsaqli bo'ladimi? Balni shundami ya. Ma akam qarab baqa. Ma akam shayma. Shay. Ma akam da ma alib achaqma seriq kostyumni bizda bormi? Yo'q. Ma akam da talat sen bilan bizda bormi? Yo'q. Ma akam da achangdek mijaz sen bilan bizda bormi? Ya canım ukam ya. Ya ma ya xapaman canım ukam ma. Ya ma demakchi o'g'inam qara. Mandalam qilla. Sen mush akamda ko'rgan nimalarni his qilding? Ha. Men bunda o'ldim. Agar mushakam mush salobchidan ko'chaga chiqib qolsa, haqiqatda odam ochsos beradi juma. Mana hal o'lay deb qoldi ukam. Sening achang bag'i? Ba. Agi tegmagan. Talatizga chiqmagan. Qulqi yumshoq gapinglar shundaqmi? Qulqimda tushunsiz yumshoqligi ig'i gap anglamaydi. Janam ukam, ma akangdek bunda changishib gaqish anglamamda. Bunda gapishni anglaydi. Ha, men mush akangning gapini deyishyapmizga, ishingiz bitta ukam asos jihatdan. Ma elimdan bir ojiz bor deng qarang. Bu yerga yetgan talatizga chiqmagan, agi tegmagan o'z chiroyli qulqi yumshoq gapinglar qanday o'ylashdingiz? Voy usta. Bu akam o achamni qanday o'ylashidi? Yaqinda achang boytaq, bu boytaq chetib qo'ysak shundami yo bu? Baxet. Voy tuzak. Voy aka sizga nima baxet, sizga nima baxet? Shunga deydi. Bu acham qisa kichkisa bu balamdamda bu akamni. Baxtda. Hey ustam. Ma chiroying 48 yosh kirganda ko'rinayotamda. Yaxshi shunda. Otdan qarg'ina. Siz shunda timan qarangamda bir mush inimning yo'q, chiroyingga. Mening chiroyimni 48 ga tepib ketdimi? Apla. Ya mening demakchi o'g'lim hamda o'zdan cho'ng ayollarni yaxshi ish bo'lmasa Nima 48 kirgan bo'lmasini? Aka kallansan dadvamamda acham, momam demidi acham. Açsi. Hey, acham olamdı, mamam olamdı, vay nima chatqim? Ha? Acham tek men zo'lab epaging varmidi. Ha? Voy ammay bunda achangni kimga bersan be? Voy o'zingiz bilan achingizni ustam qiziqkansiz. Mening achamning yer va adash ma ishni hal qilinadi. Men ishni tugititlar apaq. Hey bo'ldi qilsha. To'y tatqizg'ul kelganman. Voy, qaramishing to'y tatqizg'ul kelgan to'g'moning nimasi deyil, qibir nimasi? Tağam. Şu tağısı mişen bekşi tatıydı, bek peys tatıydı da. Bizden bu vahşi film stüdyo emas. Voy bo'ldi qila. Voy biya tatqizma degichchu. Ay yaxshi ketdilar. Mashq stüdyon tatmada chiqolni ajrashtirib. Vay ileştime gidersen. Nerede kaldı bak adaş. Bu diye tağa tersiye kayatırsa onu sıkımız. Yacım böyle bakatsa. Sizga tağınız mıyım mı, men mıyım mı? Shundaymi? Onun üstüge yacing to'lab basak nim boptu. Yacing nima go? Mashq sash kekirdigini siqib turib olamiz. Shu ilishki. Vay endi başka surat qallar berib resim chizsak yana qo'ltiq buradigan kiyimlar kiysak bilan. Vay baldillar. Hey, men umrimda bir qitim qildigan bir to'yda bir qitim qo'ltiq buradigan kiyimlar kiyib qo'ysak nim boptike. Hadi işe müştan yugurib o'tganki ot chiqib piyoz burab ketdi. Bir turib qopsiz-a. Onun üstüge vaqo. Şu men deydib turdim, daveraychu. Sizin bek mislik burmaydi ekansiz. Maslik deb qo'yay.
Ma toyunayım yerde tatquzmayma dedim, tatquzmayma. Eğer ma toyunayım yerde tatquzgan işiniz olsa, siz anınılan, yamanınılan toy qılıp alasınız. Men bağı, əkilinə qılığınızını. Men manın qoxşaşımda boy bəsləri igizrək, şeyrək falan tipib teksəm, o bulam çıraylıqraq bulam ki de oylaq qaldım qaranlar. Nasıl değilsin şimdi? Hey! Mani körep yürekleriniz dın dın dın, zın zın zın, kıp 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 kılotadan öteye yakka. Kata yapı, siz beni kotlama ya, beni kotlama. Hey, kanның çok kara mening xotinim bo'lishi, yaksining xotining bo'lishi bek muhim emas degina. Doktor aka. Hazır mahkemden sizden ya mahkemden ayarlı oluşu mühim emas şuna ama. Fiyat ki mühim mesele müşakkemden meselesi var. He. Unda olsa ustam siz mahkemde yol boyunca çıkıp taksiye sevden. Ben akam bile akşamda toy resmini tatlıysam tüketken o. Ay, etkile bayağı kan yemede gidettim bana. Vay vay, iyileştirip mal. Öteye siz bayakka. Anda diyen. Uy! Vay, iyilikte kalkıp kotkuluşusuz kada oldu, edepsizlik kılıksız. Hey! Nima toy qilib, qilmayman bütün xalqimizni oldida adamni adabsiz, axloqsiz deb tillab juraysiz. Sizga tigirlar degan qo'shilojima nasib deb qo'yay. Deb bir quloqshiki bekchiq dedim. Ma to'ydayni miya tatquzmayman, ma rasmni miya tatquzmayman dedim, tatquzmayman. Agar misha tatquzma deydigansiz, bo'ldi bu to'yni qilmabdiq. Men sizga bey dey, qo'shilishaylik mishada. Aning o'xshash qamlashgan bolalarni tepib, ana deb men to'yim qilaman, butun oyoqqa. Ya, ukam to'xtanga, men tatib bo'lgan rasmni qanday qilamiz hamda bir muncha tushunarmi ya? Qarasini. Ma bola tatgan ayatsizli ko'yga rasmni. Oy o resmini aka, tazı gördüm. İli o yerim uçuk, ili mu yerim maymak. Şunçilik çıktım edden ha o resimge. Kazandım boz çümüş küçük var. Ay, kızlık yap kıldık gelsem eddingden aşmacımı şırka. O resimlerinizi çıkaram. Çıkınızı tenin, mençu, kettim. Toyqınız bağlısa yacını ilip akımdır çıkın. Tespir şeyli. Nerede geldi ben ateş? Atadım arat piştirmeye kısalava. Ya, ma öteye siz bu bayakka. Kallınızdan derdi var mı aka siz ne? Fıkan bu sizden sal ve qisman mijazınız var mı ya? Ma bir çıraylık ma soğudunu buzdunuzga, bu toyunu buzdunuzga mayli nima qilasiz bizden ticaretimiz buz bu yerda? Hey, Ha. başka nima ish qilgan edim? Biz ma Veşi film studiyasida qo'ygan bolalarmida Loben. Ma beshi film studiyasi qurishdan burun nima ish qilishdan deb so'rayapman. Vodka ichdim shu. Senchu? Aa tağamdan yüzük aydı poğta atıftı. Hey, qana qilaman? Hey, Ha. ma ishkin. Ha. Bu beshi film studiyasi qurimiz deb qani ajrashtiruvchigacha. Voy sen vodkani olsang, sen po'qon olsang olmamdi. Ma qarang fikam. Ma biz adamning peshonasiga umringning oxirigacha vodka po'xtat deb yozib qo'ymagan. Nima ish tijorat o'qish shuni qilamiz, pul topamiz bunda. Ya mındalik qillar fikam. Ma akamda qarasam ma to'y to'kini to'liq yaxshi buzalaydigan bola ekan-ku. Ertadan boshlab ma yana 4-5 to'y do'kini va qarang. Har bir to'yni buzib mujdokonga kirsangiz 20% tiching ishlamsiz. Shunday qilib. Voy tata qulangni. Ya diyelim esim tushunmay. Vojon. Yap. Menimcha Nega? sotqa. Sot nimi tatamdı akamda? Voy tatimiz fikam, tatimiz necha kishilik sotdi? 3 kishilik. Ha bo'ldi, bir may, bir apparat, bir kay yetida fikam. Sizning demakchi o'g'lingiz bor, bizning ustimizda az qilsiz shundami? Ma ustimizdan qilgan az oqmay qolsa, kinishki to'liqda. To'liq. Ha, tijoratni buzdingiz, biz ostingizdan az qilamizmi? Ma sizning ma mijozingizda xotiningiz 30 ga uy tutgan rozi Voy bo'lar chiqsha fikam. menimcha ishqonuchoq qonun bir talab qilsin. Niyatga odamlarga uchrab qoldimkin tong. Sizlardan so'rab boqay. Ma dunyo nim bilan go'zal. Küldür küldür elni küldürer. Xush keldinglar. Biz teatr klubidagi aktyorlarimiz Ahmadjon shu bizning Küldür programmamizdagi rejissyori bu programmamiz uchun ko'p ajrlarni singdirgan shu Küldür programmamizning bir a'zosi. Rahmat. Baholig'ich ustozlarimizning taklif fikrlarini bir anglab boqamdik. Men intayin bak yaxshi ko'rdim. Shaxsan menga ayt yerda endi bir ko'ngil etish maqsadini asos qilgan etayotgan turmushda bo'layotgan bir ishlar, lekin menga bak ta'sir qilgani tiplar, obrazlar-chi. Obrazlarning xarakteri. Bir-biridan nihoyat ro'shan farqli, xeyli inchik ishlangan etayotgan. Men albatta buningga
nomer berman. Rahmat. Ben Abdullah'ınki fikirge ulasam, bu itotdan direkt köptürme şekildeki turmuş hem de. Yani resim hala onda kalmaz o, lekin komedyanın asas kılgan diken, kültürüşün asas kılgan diken, obrazlarımı köptürme alet ihbarlıyım hem de bu. Yaxşı oldu. 5 yıl obraz, roşen, 5 yıl tip. Yaxşı yaratılıptı. Ben hoş oldum bu itotdaki. Ben bu sizlerge bir bilet vermem de. Bu yançığımda bu şu bakayım. Ahmetcan, aldı bilen sizge rahmet ettim ki vatı dokam. Muşu bir türküm muşu yılqı aktör bitagen, özü muş kesmi yaxşı köygen, bir türküm yaşlarını siz etrafınızga jıqıp, muşu biz tiyatr kulübü degen tanıdığı bilen Güldür programımızga yeni bir tuz qoşqanыңызga sizge rahmet etkim keldi. Biz sizge numar berişimiz acaba siz komediya degen mişna buldu. Bizning Güldür programımızga sizlarga mişna komediyelik mişna eserler pek ihtiyaclıqga. Sizlarning har bir yaratgan obrazinglarni ko'rib men shunchalik so'yindim. Sizlarningki buningki istiqbolinglarning parlaqligini ko'rib oldim. Teqim tirishinglar. Sizlarga aprin men onu bildim. Rahmat. Ben bek chiroyli itotni birini ko'rdim. Bay yuqorida uch ustoz dedi. Bir itotda bo'lib bir komediyada bo'lib chiqishga ikki muhim narsa sizlarning itotlarda to'liq bor ekan. Buning birisi xarakterlari ro'shan bo'lgan obrazlar. 5 xil obraz hozir bu itotga har qanday qadamlar esi cho'qim qoladi. Mayli bularning kiyim-kechiga, yasinishi, so'z berishi, xarakteridan tortib aniq shundoq birisidan farqli, bir-biriga yaqin kelmaydigan 5 xil obraz to'liq bor ekan. İkinci narsa udar. Kişinin udarı. Bu udarni boshqa kasblar toz bilmaydi, cho'qim udar degan muzikani bildim. Amaliyot kino, televiziya, teatr, itotlarda udar bek muhim. Bo'libmi komediya teqim bek muhim. Nima shu yuqoridagi ustozlarning itotlarini xalq nima uchun yaxshi ko'rdi desa, shu udar inson joy-joyiga tushgan. Ash bir tiniq o'tib ketsa, ikkinchi gap, ash tomoshabin, ash aktyordan burun paraz qilib oldinglar, komediya o'tib ketadi, kulmaydi, shouga o'tib ketadi, uning ta'siri yo'qolib ketadi. Shuni bu yuqorida ustozlarim deganda xili obdan repis ko'rgan, xili obdan tayyorlik qilgan, mandaq asarga kasbiy jihatdan xili yuqori bahoga erishgan işte asarga sizlarning asarlaringlarni men bekjiq ko'rma, ham yaxshi ko'rma asarlaringlarni. Ma küldürük komediya sahnesini birga o'ynaymiz juma, birajini. Ha? Biz kutimiz sizlarni juma. Cho'qim beramiz onda. Rahmat. Ustozlar to'liq nomer berdi. Unda bo'lsa, karxatchilarning nomerini ko'rib baqaylik. Mübarek olsun. To'liq nomerga erishdinglar. To'liq nomerga erishib tegishlik nihoyatda mukammal bo'lgan bir asarni ko'rsizlar. Biz teatr klubidagi mavu yigitlarni, qizlarni bir to'nib olsak biz. Menlam tanıştırayım, o'zingizni qilamsiz yerda. Sen şu 2010-yillik milliy aktyorlik sınıfdan Ekbercan G'olib. Ekber G'olib. Oh my god deganimiz. Oh my god. Bu inim mışta rollarni vayga yetkizib eliyitdi. Lekin odatda normal juma, ama qalaymi qam deylar. Siz bizimlar bir bilan so'q jumanglar normal. Yaqinda to'yni qilamiz da atimiz. Ahmetcan, biz teatr klubidan, bu yoq Adiljan, biz teatr klubini qurganda 10 aktyor birlashib qurgan, mana taxminan Alloh azal 10-yil bo'lib qopti. Bu yoq Erpan, singlim Dilara, Erpanning xonimi, Savaqdash. Ha, Savaqdash. Savaqdash. Demak, bizning biz teatr klubida bir necha qaraning balları bor ekan, asosini yanında. Hozir hisobda oldikeyin 5 qara ballar bor. Ballarning ichida naqshetliganlar bormi? Baba. Mirzatda bir inim bor. Mirzatni tanıyman. Shu inimmi hisobda biz teatr klubini qurgan ballarning birisi. Andan keyin Abdulaziz Abdurahim deb yana bir inim bor. U inimmi yaxshi naqshetdi. Manda uchur egallab qo'yaylik, biz teatr klubining xili tarixi bor. Endi mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, ishlarga qatnashyapsizlar. Cho'ngroq ishlarga sizlar bir bo'lsa qatnashib qolsa deymizda biz. To'g'ri mana. Shunchalik muhabbatinglar bo'lgandan keyin. Izlanib turaylik, naqshi aytolmaydigan aktyorlaringlar bo'lib qolsa, yaqinda bir ishlar bo'lib qolsa, biz darhol
xabarlashamiz. Rahmat aka. Ham naqsh aytolmaydiganlarmi muhimjimi? Ha, biz uytanmasak manchimcha soz jeb bermez aş bolalar. Yaxshi aytolmaydiganni menga aytdinglar. Mana shunday iqtidorli bo'lsanglar bozor chikitdi mana talashda. Tirishyapmiz aka. Jipek yo'ldek tosqol piqirg'il hozir. O'ylamadim. Rahmat. Men piqiraytsam oyoq qoldim bu qoldim. Albatta korxonchilarimizning ko'ngil so'g'isi bor, ko'zdan shirkiti. Biz klub bilan xili yil bo'lib qoldik. Hamkorlik qildik. Qutida endi quta boshqa narsa yo'q-ku. Qutangda shu bizning nomerli bor yana shu. Shuni Lekin o'zing setib olsa, olmaysan qutini. Ma'qul. Bo'ldi, beray. Ma'qul. Aymonlarga birdan quti so'q. Rahmat. Nazifa şirketidimi hammalarga bir yurishdan chin qochimizni sovg'a qilsak yaxshi ko'rishamiz. Mana biz sen ziyon chiqam deyman. Yana jiq chiqyaptimi o'zi? Ma to'ytinglarga chin dil shirkatimizning cho'ng kichik hammaylarga o'rtaq mos keladigan chin dil yel ko'ydirish kapsulini sovg'at qilay. Ma singlimizga shirkatimizningki go'zallik elchisi Mervayt kapsuldan 2 yurish sovg'at qilay. Rahmat. Yaxshimizlar. Hamda biz birinchi Itbar To'rsoy shaharchimizning nomidan har bir aylanga shu Xinlikang enzim fermentidan bir qutidan, ikkinchidan yangidan to'y qilgan bir jo'pga nisbatan shirkatimiz mablag' solgan shu jo'p olmos uzikidan bir jo'p bir odam bir qitimla ola oladigan mushkul bir abadiylik so'ygini bir simol qilingan shunday bir mahsulot menga oylanglar vaqt. Rahmat. Xo'sh kelibsizlar. Rahmat. Sizlarning akaga numaralarni yoqtirdik. Sizlarga shirkatimizningki qahva yurishkidan bir sovg'a qilay. Yoqtirishingizni umid qilaman. Yaxshimisizlar? Yaxshi. Biz Hotel Lazzat shirkatidan sizlarga bizning ko'zir mahsulot olgan 3 xil mahsulotdan anamning nini, shirin, to'rt oy to'qashdan har biridan 2 eshikdan sovg'at qilmoqchi. Rahmat. Undan boshqa Ahmadjon biz Lazzatning logosi tushirilgan altun soat nimarini sizga sovg'a qilmoqchi. Voy, rahmat. Rahmat. Mehmon shirkatining nomi ko'ngil so'g'isi ekan. Bugun masanaga biz teatr gruppisidagi hamma aktyorlar kelib bo'lanmabdi. Men mehmon shirkati nomidan biz teatr gruppisidan 15 aktyorga bir yurishdan mas'uliyatlarimizni sovg'at qilsam. Rahmat. Biz teatr klubidagi barliq aktyor inalarim, singillarim sizlarga gap ketmaydi. Amin bizning shirkatimiz har biringlarga Kuldur programmasining logosi tushirilgan zanjirdan birdan sovg'a qildi. Rahmat. Ekranda shirkatining nomi ko'ngil so'g'isi ekan. Yaxshimisizlar? Biz teatr klubidagi barliq azimatlar, go'zallar, Ra'nolar shirkatimizningki Efrona, terasrash, rangli kirim buyumlaridan bo'lib bir yurishdan sog'at. Rahmat. Biz teatr klubidagi barliq hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Shuning bilan birga mashinalarga ya'ni Mo'ligin Abdullardan sovg'a qilsam, shu munosabat bilan 4 ustozningki buningki shu mashinasiga qachon Abdul lozim bo'lsa, haqsiz ta'minlansa bo'ldi Urumchidagi har qaysi do'konlarda. Rahmat. Bizning Şinjan Gumunaya Inak Aile Yezilik Taraqqiyotchilik shirkatimizdan nayt esil nashliqlarimiz bor, quvvat yemekliklarimiz bor. Şu mahsulotlardan har biringlarga bir yurishdan sovg'a qilay. Rahmat. Shundoqla suyimli ustozlarga bir yurish sovg'atliqlarimiz bor. Shuni sovg'at qilsam. Esil nashliqlardan. Sizlarga japat chekdinglar. El qatori. Küldür, elni küldürem. Onda xo'sa qizg'in alqishlarimiz bilan keyingi mahirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Voy, chiroyli otadinglarmi, bela todinglarmi? Ono, mami bandani chiroyli o'tirib ketgan-da. Voy, kimni saqlab o'tirgansizlar? Oh, madratimiz kim yo'q? Madratda qo'mish kim yo'q? Meni saqlab o'tirdinglarmi? Rahmat, unda bo'lsa, meni saqlab o'tirgan bo'lsanglar, Tursun Modinni sizlarga samimiy salom va oliy ehtirom bo'lg'ay. Unda bo'lsa, mehmonlarga quruqni kelmadim. Aslida qumlarni ochqili keldim. Diqqatinglar sanimizda bo'lsin. Qani, marhamat. Yey desem xotin yok, halay desem otun yok, kolum işqa barmaydı, sözley desem xotin yok, aynan.
Çin'e kaça uyuyorsunuz. İhmal gelse doyuyorsunuz. Başlayalmay uyumga. Nomuz kıldım xotunsiz. Hey, bo'ldilar. Xotun yo'q deb o'zimga ahvol o'taman. Bachada qadrini qilmabdimi? Menda sizlarga nasihat bo'lsin. Hargiz uyinglardagi ayolinglarni ko'nglini qat'iy og'ritmanglar. Yotman köpek ressiz, uykusuz hem herkessiz, uyum küçük kahvesiz, işten yırtık xotun yok. Ettigende naşta yok, osaklarım gahi tok, ballar mı kıllar dok dok, yığlap saldım xotun yok. Yotkan mı jitok? Ma işten mı jitok? Hey, kördün mü? Ma paypak mı jitok tıkı? Paypak mı jitok? Maşı xotunun dövlüdü sen bana bir yerге bağın. Mani kördün mü de oruqlap, şümekte kaptım emma. Sık aşne sığındım, bu beş perde eğildim. Pakizlik ne sığındım, güzelim şu xotun yok ayno. Yaman ikken yalgızlık, basar ikken azgınlık. Geçtim mundak turmuştun, güzel şu xotunum yok. Xotunum yok deb o'tiravermayman Allah. Sizlar xafalaşmay o'ltirg'ach do'stlar. Men asta birib uyga xotin kelolmasam bo'lmadi. Hammadan yolg'izlik yomon kelmayman Allah. Qari xo'sh, men ketdim. İsmim Tursuncan Nuruzbaqi. Özüm Xotan viloyati Xotan naisi Buzaq Yeza Qarshi Bu sen Charles'den çıktın ya sen. Charles Chaplin. Bu Charles Chaplin'in meşede kapkar bir bruti. Karabında kaş. Bu müşünün manda yerlerin kızıklamaya da parkında oturuyor buzlup kaldı ya. Şu kızıp ketimi desin. Mavi xotun yo'q degan temami bo'ldiki, yaxshi kepti u naqsh qo'shoqlarimni. Mushu nomerni o'ynayotgani qanchalik bo'ldi? 12 yil oldu. Siz o'z vaqtida bizning xotinga borganda bizning bulbul baqqa. Ha, bulbul baqda. Ha, shu yerda o'ynayotganda bir o'tirib qoldim, siz qo'yib o'tiravermaydi, bir daftar shu qo'yib ketdi. Asli gap sendikan. Men mang'uzi tutmasam. Sen mang'uzi qo'yibsiz o'shkijalarda. Modongmi xeli yeshi ba modong kechdi. 33 yosh keldi. Bo'ldi. Biz naytni yaxshi ko'rdik. Mushu karxanchi do'stlarimizmi yaxshi ko'rdik deymi, ha? Modongni. Budo nima qilamiz uka bundaqda? Maqtimma? Ha, buda qitim bo'lib qolsa. Ya'ni bir xil modoni, ha? O'zimning yolg'iz keldim. Bu dag'idan kelganda juplab kelaman. Manda qilmaylimi? Bu balig'i yana bir fursat beraylik. Yana bir fursat beraylik. Ashidala. Xotin yo'q bo'ldi, buda xotin bavib bir keladi. Xotindan birsi bor lekin. Ne doq bilan? Mana 40 nomerga erishdingiz. Unda biz karxanchilarning biletini ko'rib baqamdiq. Rahmat. Muborak bo'lsin. 85 nomerga erishibsiz taq maydonda. Unda xo'sak karxanchilarning ko'ngil so'g'isini berib olsak, Çindil şirketining ko'ngil so'g'isi ekan. Yaxshimisiz, xush kelibsiz. Rahmat. Sizga Çindil şirketimiz bozorga salgan kozur mahsulotimizdan yuqori kalsiylik oqsil talqinidan sovg'a qilaydi. Rahmat. E'tibor to'g'ri sudi shaharchisining ko'ngil so'g'isi ekan. Yaxshimisiz, nomeringizdan ayt huzurlandik. Sizga shu e'tibor to'g'ri sudi shaharchimizdagi sog'lomlik jihatdagi nayt yaxshi bo'layotgan 100 yosh markasidagi mahsulotlardan 500 yillik ko'ngil so'g'imiz bor. Qabul qilsangiz. Rahmat. Yaxshimisiz aka? Ben Xotan Lezzet Yemek İçmek Çektik Mesele Şirketi'den. Biz size 5 xil mahsulotimizning her biridan 2 yurishdan so'qilmoqchi. Hem Xotan qaytish bildingizni olmagan bo'lsangiz,
Xotan qaytish biletini biz shirkatdan sizga olib bermoqchi. Qaytirib o'tdimiz o'zimiz ag'an. Rahmat. Rahmat. Mehmon sheriktimizga ko'ngil so'g'is ekan. To'sunjon, biz ikkimiz 12 yillik alag'ina yangi nomerdan buni urulaysiz keyingi qitimda chiqish va kirish biletingizni men ko'tarman. Shundaqla bizning Xotandagi Xotan mehmon to'r savdo shirkatimiz siz Xotanga qaytgandan keyin sizga eng zarur bo'lgan va oilangizga ishlatilgan bizning sog'lomlik mahsulotlaridan 1000 yuanlik sovg'at qilaman. Ammo shartim keyingi qitim cho'qim ijodiy yangi nomer bo'lishi kerak. Keyingi qitim ko'rishaylik. Rahmat. Yana Charles'ni qilasanmi? Qilma. Ularni Charles bo'lgandimi? Yangiroq bir Charles. Buramash qilish kerak-ku. Bir tirishpa qilaylik. Programmamızning toji Qadrli ko'ruvchilar, Lazzat Kuldur programmamizni to'rda ko'makchi bo'lsanglar, ko'znak televiziya qutisi, ko'znak app detali qatorliqlardan ko'rsanglar bo'ladi. Kuldur, elni kuldirab. Ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, Lazzat Kuldur programmamizdagi qaysi nomer sizni eng kuldiralgan bo'lsa, Kuldur saloni orqali bilet tashlasangiz bo'ladi. Albatta, qaysi nomer sizni eng kuldirgan bo'lsa, isil sovg'alarimiz bor. Ya'ni Amin zibi sunnatchiligi 100 ming yuan qiymatidagi oltin zibi sunnatlar bilan mukofotlaydi. Mukofot buyumlarimiz intayin isil. Kuldur programmamızda ko'rurmanlarimizda eng kuldirgan mahirlarimizni Şinjan Amin Zibu Zinnat chaklik shirkati 100 ming yuan qiymatidagi Amin oltin zibu zinnat buyumlari bilan mukofotlaydi. Naq maydondagi ustozlar, karxonchilar, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, Lazzat Kuldur programmamizning bu soni mushada oxirlashdi. Komediya havaskorlari uchun eng cho'ng sahna Lazzat Kuldur programmasi. Kelarkisan programmamiz ko'rishaylik. Xayr xo'sh. 下一期快乐100%栏目更精彩，再见。